kim bildirdi? Cahanda tapkınlar ımsan yağcatsin canıma lakne Hani anıcın ayna kılıp ucan Durup, köz taşlap, şırdak kigiz üstüde. Marcan böki astıdım, ahtı terleri şu dem. Kırap hem tez oynar, yakınlık bu nəğmege. Belgi koysa kolunu oğak ayğa okşağa. Yenilgen nefis usuldu. Han alileri Məlik xeyli Pekir'nin közünü içip koyğununlağa köp rəhmət. Bilmedim. Bu mukam kimnin icadı etdi ki? Mukam devletimizin san'at baylığı. Hamma odam onun ijodkori.
Haqiqat yaxshi usul makon ekan. Men anglagan bu yaqinlik kuylarni ulug' xonimizga, xonadonligimizning fuqarolariga yetkazaman. Otonchining qizi bilan Ömer degan yalan to'shning oldida meni bir chetga qayirib qo'yib, xorliqqa qoldirdi. Xonish turib, bundaq ahonatga chidab tura olaymanmi? Deganlari barhaq xonish oliylari. Ben sir toplan ko'tarayotgan mushu paytda hammamiz doita endişeli qilyapmiz. Amisi derhal Hoca Muhammed İşan'a aytdim. Xonadonligimizning obro'yini qayta to'kmaslik uchun o xon oliylarga vaqtida nasihat qilsin. Xonimiz hozir o'tinchining qiziga battin bo'p ketdi. Xon silini davlatda olg'ib turayotgan paytda xonadonimizning obro'yini saqlab qilish haqida xonga nasihat qilib qo'ysin deydi. Hozir xonga nasihat qilganning hech bir foydasi yo'q. Yaxshisi biz muqamning el ishiga tarab ketishini to'sishimiz lozimdir. Agar heliqi Ömer degan sozanda bo'lmay, o'tinchining qizili bo'lsa-ti, ish o'ng'ay bo'ladi. Onu günaydın xali qığını bo'lmasa, xo'sh, buni taqdiriy qismatdan ko'mak lozimdir. Amanniso xon yaqindan beri tavlari yo'qdek qiladi. Hamisha g'amkin ko'rinadi. Ustozim, anglimikin ba'zilar muqamni retlash ishi boshlangandan buyon xonimiz puhrolar orasiga masjidga oz boradigan bo'lib qoldi. Ro'za Ramazonda ro'z tutmaydiganlar ko'payib ketdi deyishyotidi. Qizim, bundoq fitna fasodlarga quloq solmaslar. Muqamni yig'ib ratlash ishi intayin murakkab. Xon oliylari sizlarga ko'yinib kelyotidi. Shunga o'zlarining salomatliklarini asrasizlar. Dadam tenha qoldi. Al kuni qandaqkin. Bu ishlarni ko'p o'ylab ketmaslar. Mahmud akam xushchaqchaq odam. Hargizmi g'iribsinib qolmaydi. Tasalli berganlarga rahmat, ustoz.
Hoca Muhammed İnşan Hazretleri geldi.